Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq əmdü sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizgə, aile tavabatlarına və onunğa taki qiyametkiçə əgəşkənlərgə durud salamlar bolsun. Bir insanның doğulub öskən və uzun müddət yaşağa yeri vətəni hesablanıdı. Vətənni söyüş, onunğa təvəlliki bilan şərəf his qilish, onun üçün fidakarlıq qilish və Qurban berishga tayyor turish vatanparvarlikdir. Vatanparvarlik tuyg'usi do'st dushman va muhabbat nafratni ayiradigan, vatanning sha'nini ko'taradigan foydali ishlarga turtki bo'ladigan vijdoniy omildir. Davlat bayrog'i bo'lsa, bir territoriyaga tava xalq yoki millatning zimin butunligini, jug'rafiyalik mustaqilligi, tavalligi va kimligini ko'rsatib beradigan belgidan iborat. Devlet bayrog'iga bo'lgan hurmat, vatanning simvoli va belgisiga qarata sevgining ifodasi bo'lib, uni söyish o'z navbatida shaxsning vataniga bo'lgan sevgisining ifodalaridan biridir. Vatan sevgisi insonning fitratida bor bo'lgan tabiiy sevgidir. Tarixda insonlar o'z tavalligini bekitish va o'z makoniga bo'lgan sevgisini namoyon qilishning vositasi sifatida tog'larni lapildatgan, vatanni o'zining izzati va g'ururi, uni qo'ldan tartqizib qo'yishni ar nomusining dafsandiq qilinishi deb bilgan bo'lsa, jahongirlarning talon-tarojlari natijasida o'ttirg'a chiqqan zulm va adolatsizliklar kishilarning davlat va vatanparvarlik ideyasini texmi yuqoricha ko'tarishning, zimin va davlat mustaqilligini ichidan mustahkamlash kerakligining ahamiyatini tunutgan. Shuning uchun bugungi davrda insonlar butun dunyo miqyosi bo'yicha vataniga, davlatiga simvol bo'lg'uchi bayroqiga, mustaqillik irodasiga vakillik qilg'uchi istiqlol marshiga alohida hurmat ko'rsatib, cho'ng bilib kelmoqda. Mohiyatda bu hurmat va cho'ng bilish yolg'iz ko'z oldida lapildayotgan tog' uchun bo'lmasdan, uningda mujassamlangan ma'niga, o'zining tabiiy sevgisining obyekti bo'lgan vataniga bo'lgan sevgisidan balqigan bo'lib, suyimlik vatanining simvoli bo'lgan bayroqqa hurmat bildirib, o'ri turish, mustaqillikdan iborat buyuk ne'matni qadrlashning va uni ifodalashning simvoli bo'lgan istiqlol marshini o'ziga xos yo'sin va qoidaga tushirgan shaklda o'qib tamomlash tamoman insoniy fitratga uyg'un bo'lgan, islomda buyurilgan vatanni himoya qilish va söýüşke dair targiblarga uyg'un bo'lgan ish faoliyatlar jumlasidandir. Shar'iy dalillarga qaraganimizdami, vatanga simvol qilingan davlat bayrog'i va istiqlol marshi haqidagi bu xil mubahlikni haromlikqa yoki makruhlikqa yetkazishning biror asosi yo'qligini ko'ramiz. Chunki cheklanganligiga doir hech qanday dalil yo'q. Shundaqla uni bid'at deyishning o'rni yo'q. Bundaq bo'lishi uning ibodat doirasidagi ishlardan emas bo'lganligidandir. Gerçi ba'zi islomiy iqimlar bayroqqa o'rtirishni harom yoki makruh deydigan bo'lsa-mu, amaliyotda ular mustabid podshohlarga o'rnidan turdi. Yana kelib bu xil hurmatlash yoki ulug'lash hargizmi islom e'tiqodiga taqashmaydi. Shirikmi yotmaydi. Aksicha bu islom tashabbus qilgan vatanni suyishdan iborat fazilatni ko'rsatadi. Chunki islomda Qur'on o'qilganda o'rtirishga buyurilmagan bo'lsa-mu, lekin payg'ambarni, Qur'onni va Ka'bani ulug'lash bor. Bu turli ulug'lashlar Allohni ulug'lashdan farqli bo'ladi albatta. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni ulug'lashga buyurib, mundaq deydi: Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun atiganda va oqshomda tasbih aytinglar. Tasbih aytishinglar uchun biz payg'ambarni avatdik. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Mo'ysibit musulmonlarni amalda chekni eshib ketmagan yoki Qur'ondan butunlay chetnab ketmagan qori Qur'onlarni hurmatlash va adil hukmdorni hurmatlash Allohni ulug'lashning jumlasidandir. Demak, Xaliq yaratquchi zotga qulluq izhor qilib, uni ulug'lashning eng yuqori darajasi bo'lsa, maxluqni ulug'lash uningdan tovan darajada bo'ladi. Maxluqni Xaliqqa o'xshash darajada ulug'lasa bo'lmaydi. Ammo
Məxluqni məxluqqa layiq ulug'lasa, hürmetini qilsa bo'ladi. Bayroqni ulug'lashmi Allohni ulug'lash darajasida bo'lmag'achqa, uni sherik aparish to'g'ri bo'lmaydi. Qisqasi, vatanni suyish islom ta'kidlagan xislatlarning biri. Shundaqla dinimizda vatanparvarlikni kuchaytiradigan hamda shar'iy cheklimlarga muxolif kelmagan faoliyatlar tamoman ruxsat doirasida bo'lib qolmay, bayroqqa hurmat bildirib o'ri turish, istiqlol marshini hurmat, ehtirom bilan o'qishga o'xshash xayrlikka rag'batlantiradigan faoliyatlar rag'batlantirishga tegishli bo'lgan yaxshi odatlar qatoridandir. Albatta, bir qism kommunistik davlatlardagi o'xshash suiiste'mol shaklidagi vatanparvarlik faoliyatlari buning sirtida. Istiqlol marshi o'qilganda qo'lini ko'tarish yoki qo'lini maydasiga qo'yishga o'xshagan ba'zi bir odatlarmi vatanni hurmatlashning umumyuzlik dunyo miqyosida odatga aylangan usuli bo'lib, bumi bayroq simvoli bo'lgan vatanni hurmatlashga kiradigan harakatlardandir. Bu munosabatda chalinadigan sazmu harbiy va turli marosimlarda vatanga simvol qilingan bo'lg'achqa, bumi o'xshashla mubohlik doirasida qoladi. Ixchamlasak, bayroqqa istiqlol marshiga hurmat yuzasidan o'ri turish cheklangan ishlardan emas, balki vatanga bo'lgan mansublik tuyg'usini kuchlantiradigan, bir vatan xalqini birlik keltiradigan yaxshi odatlar jumlasidan. Türkiye'de turayotgan Uyg'ur o'quvchilarmi ikkinchi vatani bo'lgan Turkiya bayroqiga hurmat yuzasidan maktablarda bayroqqa o'ri tursa bo'ladi. Bu ularga aqallisi vatanni, bayroqni sevishni o'rgatadi. Undaq qilmagan taqdirda bayroqqa hurmatsizlik qildi deb ayiblanadi. Bu sababdanmi o'ri turish muayyanlashadi. Vallohu alam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatullah 2019 yili 2 oyning 3 kuni.